Assalomu alaykum. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Ismim Doniyor. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahridanman. Hozirda sizlarni akademiyasida o'qishni boshladim. Bu soha men uchun yangilik. Noldan boshlab o'rganishni niyat qildim. Internetdan kuzatib bordim. Qachondir ochiladimi, imkoniyat bo'ladimi o'qishga deb. O'sha kun keldi. Nasib qilgan ekan. Kursani boshladik, uje mana 3-haftasi boshlandi. Zo'r. Taassurotlar yaxshi, xudo xolasa. Biza nima deydi, men o'ylagan natijadan ham yaxshiroq ekan. Tezroq o'rganish, ya'ni ustozlarning tajribasi kuchli. Juda ham oson qilib bizaga nima deydi, ana yoshlikda aytardi-ku, miyani ochib kitob solib qo'yish kerak deb. Xuddi shunaqa narsa ekan. Hammasi yaxshi, sharoitlar ham zo'r. Ustozlar maksimum harakat qilishyapti bizani o'sha professional tret qilishga. Baribir o'zimiz ham harakat qilishimiz kerak ekan. Ustozlardan olgan bilimni o'zi yetarli emas. Topshiriqlar bor, qiyinchiliklar bor. Ozgina disiplina qilish kerak, odam o'zini qiynash kerak, majbur qilish kerak. Xudo xolasa natija endi Allohdan. Gap yo'q. O'zingiz nima kasb egasiz? Mayli shu paytgacha hozir 32 yoshda bo'lsam, shu paytgacha ko'p ishlarni qilib ko'rganman. Частный firmada ham ishlab ko'rganman. Davlat ishida ham ishlab ko'rdim. Taksistlik ham qildim. Bozorda sotuvchilik ham qilganman. Kulolchilik ham qilganman. Shogird tushib. Universal. Zo'r. Endi bu sohaga qiziqish qanaqa uyg'ondi? Zamon talabi. Ya'ni nima deydi, butun dunyoda mana shunaqa-ku hozir. Kriptovalyuta rivojlanib boryapti. Misol uchun, rivojlangan davlatlar bizdan ancha oldinda bo'lsa, bizga endi kirish boshlab ketdi. Ularga misol 40 yil, 50 yil bo'lgan bo'lsa, bizga endi boshlandi. Shuning uchun qiziqish uyg'ondi. Zamonga qarab harakat qilish kerak. To'xtab qolsa bo'lmaydi. To'xtaydigan zamon emas. Zo'r. Ya'ni menga qiziq bo'lgan narsa hozir mana shuncha sohalarni o'rgangansiz. O'zingiz qaysidir sohalarda mutaxassissiz. Ya'ni trading sohasini o'rganishdan kutuvingiz qanaqa? Ya'ni o'rganmoqchisiz, bundan kutuvingiz qanaqa? Nimani kutyapsiz? Tradingni o'rganib nimalarni o'zgartirishni xohlaysiz o'zingizdan? Endi toqcha so'rasang qircha beradi deyishadi. Maqsadni katta qo'yish kerak. Avvalambor kimdir aytadi, misol uchun stabil daromadga erishish. Kimdir aytadi, misol uchun kattaroq summa topish. Endi xudo xolasa harakat qilamiz, ham stabilga, ham yuqori daromadga. Endi bizada misol Qashqadaryoda zavod, fabrikalar kam, ishchilar soni ko'proq. O'sha yoshlarni ish bilan ta'minlash maqsadida keladigan daromadni investitsiya qilib, o'zimiz o'sha nimamizda, viloyatimizda qanaqadir kichik sanoat, qurilish nimasi, zavodmi, ishlab chiqarishmi, shunga o'xshash nimadir narsa qilib, yoshlarni ish bilan ta'minlash. O'zi aslida maqsad o'shanga ishlatiladigan pulli mablag'ni shu orqali ishlamoqchiman. Zo'r. Niyatingizga yeting inshaalloh. Xudo xolasa. Qarang, Toshkentda turibmiz. Qashqadaryoliksiz. Toshkentda tradingni o'rgataman degan odamlar kam emas, bilasizmi? Ko'p. Yetarlicha. Ko'p desa ham bo'ladi. Hozir hamma trader, hamma tradingni o'rgatmoqchi. Triple akademiyasini mana shularni ichidan qanday qilib tanladingiz va bu tanlovga sabab nima bo'lgan? Sababni eng asoschisi bu yerda Abdurahmon aka. Abdurahmon akani men почти 7 oycha bo'ldimi? 7 oy bo'lib qoldi, kuzataman. Gapirishlari, misol uchun, hammasi o'ylaydi, ishonchli gaplar. Misol uchun, rezultat, o'zlarining qiynalganlari, keyin Sardor akani dars jarayonida tushuntirishlari, hammasi o'sha taraflama menga ma'qul kelgan. O'sha farqni masalan qolganlarni ham kuzatib ko'rganmiz. Bir solishtirishga imkoniyat bo'lganmi yo'q? Yo'q, chunki solishtirishga imkoniyat bo'lsa odam chalg'ib qoladi. Misol uchun, nima deydi, variant ko'p bo'lsa, qaysi birini tanlashni bilmaysiz. Chunki u narsani bilmaysiz, bu sohani. Uni bilsangiz, misol uchun to'g'ri oldiga borasiz. Bilmaganingizdan keyin shu o'zingizga ma'qul keladigani, misol uchun ustozni tushuntirish uslubi yoki
o'sha narsani haqiqatdan qilib amalda ko'rsatib bilganiga ishonch hosil qilishingiz. Misol Abdurahmon aka shuni ko'rsatib berdilar. Hayotlarida misol qiyinchilik o'tgan, yillar davomida mehnat, sabr qilingan, o'rganilgan, o'z ustida ishlangan va natijaga erishilgan. O'shalarni ko'rib, xudo xolasa odam qilgan ishni odam qiladi. Motivatsiyani kuchli beradilar. Ya'ni odam men qila olarmikinman shu ishni degan payt, ikkilanish bo'lgan payt Abdurahmon aka shuni chiqardilar-da. Siz ham mana bir xil insonmiz. Men qilgan ishni siz ham qilasiz. Qilish kerak, tamom. Vaqt keldi, qilish kerak. O'shalarni ko'rib, qiziqishim yana ham uyg'onib, demak men ham eplay olaman. Shu paytgacha hamma sohani noldan qilib kelib o'rganganman. Qaysidir joyda qoqilganman. Qoqilgan joyimni ustozim bo'lsa to'g'rilagan. Bunaqa ustozlarimiz bor. Xatolik bo'lsa, siz joyida to'g'rilab, praktika darslarida Aziz aka kakpolojdan hammasini cho'tki qilib tushuntiradilar. Qolgan paytda ham eshik har doim ochiq, hamma sharoitlar bor, kelib bemalol ishlab, hammasi zo'r. Tanlov xato emas ekan, boshqalarga tavsiya qilamiz. Gap yo'q. Ya'ni o'zi shu savolni bermoqchi edim. Baribir Abdurahmon akani kuzatib yurdingiz, ishondingiz, ixlos qildingiz. Kutuvlaringiz bor edi bu insondan, bu inson akademiyasidan kutuvlaringiz bor edi. O'sha kutuvlaringizga yarasha narsa ola olyapsizmi? Endi 3-hafta boshlagan bo'lsa, da 70-80%. Ana u kuni test bo'ldi, testdan sal pastroq natija olman. O'shanda sal qayerda xato ketganini Sardor aka aytdilar. Ko'proq o'z ustida ishlang deb, chalg'imen deb, o'zi yana to'g'rilashni ayni aytmoqchi bo'lganim, o'zingizni oldingizga qo'ygan kutuvlaringiz haqida so'ramadim. Akademiyani tasavvur qilgansiz yo'q, zo'r. U unda 99 101 desam ham bo'ladi. Gap yo'q. O'zingizga bo'lgan kutuvlaringizga nisbatan 70-80% dasiz. Nima deb o'ylaysiz? Mana shuni qanaqa qilib yaxshilashimiz mumkin? Biz qanaqa qilib yaxshilash bilamiz, lekin sizda o'zingizda ham tasavvur bormi buni yaxshilash bo'yicha? Hozirgi 70-80%. Misol uchun birinchi navbatda ishonch. Ikkinchidan keyin ham ustozlarning aytganlarini qilish kerak. Topshiriqlarni vaqtida bajarish kerak. Konspekt darslarni ko'proq ko'rib, odam o'zini ustida ishlash kerak. Baribir ko'p narsa o'zimizga bog'liq. Endi qolgani xudo xolasa natija Allohdan. Niyatni to'g'ri, maqsadni katta qo'yib, harakat qilish kerak. Hammasi bo'ladi. Siz bilan tanishganimda yana bir karra xursandman. Akademiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Inshaalloh mushtarak maqsadlar yo'lida ketyapmiz. Maqsadlarimizga birga erishaylik. Xudo xolasa. Rahmat.